Assalomu alaykum. Bu videoda YouTube'ga video yollaydigan qarindoshlarniki YouTube yollagan chog'da videoning hammaning keyinda chiqadigan buningga o'xshash ikki link ulanishni qanday chiqarishni ko'rsatmoqchi. Buni qilishda oldi bilan o'zimizningki YouTube kanalimizga kiramiz. Kirgandan keyin masalan hozir meniki eng oxirgi chiqargan videom ekan. Mushuning hammasininki keyiniga keltirsak, buningda hozir hech qanday bir ulanish yo'q. Ikki tarafida chiqadigan. Mushuni qanday chiqarishni hozir sizlarga ko'rsatmoqchi. Özümüzdeki YouTube kanalımıza kirimiz. Özümüzün YouTube kanalına kirimiz. YouTube Studio yana açqandan keyin yerden videolarni tanlaymiz. Videoni tanlab bo'lib, mushadagi qolgan bir videoni tanlaymiz. Editor deganni tanlaymiz. Bu yerdagi Analytics, Editor degandan keyin Editorni tanlasak, Add an end screen bu eng oxirdagi ulanma qo'shiladigan yer shu. Mushani bossak, manadek template'lar chiqadi. Hozirgi holda blank, ya'ni hech nima yo'q. Shulardan o'zimiz tanlab olsak bo'ldi. Manadek chiqarishni xohlamsiz, manadekmi yoki manadekmi degandek. Masalan, biz buni xohlaylik. Buni tanlab bo'lib, bu yerdagi apply deganni bosamiz. Apply deganni bossak, hozir sizningki YouTube kanalingizningki rasmisi bilan mushaga abonent bo'l deydigan o'rni chiqib beradiganimiz shu. Buni hech qanday chekilmasak ham bo'ladi. Ustidagi ulanish eng yaqin chiqargan videongizni chiqaramsiz deydi. Biz o'zimiz xohlaganini chiqaraylik desak, yerdagi ulanmani bosamiz. Ulangandan keyin o'zimiz xohlaganini tanlab olsak bo'ldi. Masalan, shu hozir xizmat vizasiga oid bo'lgandan keyin xizmat vizasi to'g'riliq videomni chiqaray. Ostdagisi shundoq. Asli ulanish buning hech qanday chekilmasangiz, sizningki YouTube kanalingizdagi eng ko'p ko'rilganini chiqarib qo'ydi. Biz o'zimiz xohlaganini tanlab chiqarib olamiz desak, yerdagi choose specific video deganni tanlaymiz. Tanlab bo'lib, meniki viza xizmat vizasi to'g'riliq shu ekan. Shuni tanlaymiz. Bularni tanlab bo'liblar, yerdagi save saqlash deganni besib qo'ysak bo'ladi. Besib bo'lgandan keyin channel videos, ya'ni o'zingizniki videolarga qaytib kirib ko'rib baksangiz bo'ladi. Ya'ni YouTube channelni, o'zingizniki kanalini qayta ochib, endi boyaqi o'ngshab qo'ygan ulanishlar chiqamdi, chiqmamdi, mushniki hammaniki keyiniga berib qarab boqaylik. Mana hozir ulanishniki mana hozir videomniki eng oxirgi qismi tanglab qo'ygan ikki ulanish chiqdi. Yana bossak, ya'ni shu sizningki subscribe. Yana bossak, sizning shu kanalingizga a'zo bo'ladigan ya'niki ulanmasi chiqadi. Shuni bossalam, sizningki kanalingizga a'zo bo'ladi. Siz o'zingizniki tanglab qo'ygan ulanmalari. Shu bo'yicha videolaringizning hammasini bir tanglab olsangiz bo'ladi. Shunday qilganda videolaringizni ko'rib bo'lib, kishilar sizningki keyingi videolaringizni ko'rishga maskini qarab qolsin, bevosita ulanib ketishi mumkin yoki bo'lmasa hech nima qo'ymasangiz, boshqalarning videosi ulanishi mumkin. Shu tarafini sizlar bilan tang o'rtoqlashay deb YouTuber do'stlarga. Ishlaringiz oshib bo'lsin, Xudoyimga omonat.